Yo, bacha-bachaga salom, sizlar bilan o'sha ko'rdim uzib bugungi videomizda qisqaroq qishloqda videolarimizni tashlab hoziroq kanalimizni like bosinglar va komment ham qoldirishni unutmang. Bo'lmasa men videoni boshlashga ham tayyorman do'stlar. Sizlar hoziroq obunalar bosing do'stlar. Videoni boshlaylik. Jonlarim bor. Biz uchunlarim. Ammo bu yerda bitta qishloq ham ko'rmayapti. Mana bitta qishloqni ham ko'rdim. Do'stlar, mana bu banas. Bunaqa semalar bet omborchi. Yana shunday chiqdi. Buncha go'yonlar tasavvur qilib bo'lmaydi. Qishloqqa esa yurib sizlarga hali eng qiziq narsani ko'rsataman do'stlar. Hali mana bu yerda bor qiziq narsa do'stlar. Mana do'stlar. Qishloqqa sizlar bilan ketamiz. Sizlar hozir kanalimga obunani bosishinglar do'stlar. Chiqqaysinga tolmaysan menga. Mana shunday joylardan zo'r qurdim. Sizlarni padesh qilsalaring hammasi zo'r bo'ladi do'stlar. Mana bu to'q meni oldimga kelyapti. To'xtatib qo'ydi. Do'stlar, bu yerga ham yetib keldik. Mana bu qishloqni ham ko'ryapsizlar do'stlar. Ikkita qishloq bor bu yerda, chunki bittasi yoqda, bittasi bu yoqda. Yani. Do'stlar, halmatga tuzoq ham qo'yganman. Hech kim kelmasin deb. Mana bu ham tuzoq. Hamma joyga tuzoq qo'yib tashlaganman do'stlar. Sizlar hoziroq kanalimga obunalarni bosib tushsalaring hammasi zo'r bo'ladi do'stlar. Do'stlar, sizlar hoziroq kanalimga obunalarni bosib padeshga turinglar do'stlar. Sizlar bilan men videoni ham ancha